Juda ham chiroyli va mazali cheescake tayyorlaymiz. Bismillah deb boshlaymiz. Ishimizni biskvit tayyorlab olishdan boshlaymiz. 3 ta tuxumni 1 piyola shakar bilan yaxshilab mikser qilib olamiz. Oppoq pishni massa bo'lgandan keyin 2 ta kichkina qoshiqda to'ldirib orexoviy pasta solamiz. 2 ta katta qoshiqda qannobista unidan solamiz. 1 ta piyola to'lamas un solamiz. Yaxshilab lopatkada aralashtiramiz. 3-4 tomchi yashil kraska solamiz. Yaxshilab lopatkada aralashtirib, qolipimizga solib pishirib olamiz. Va cheescake'imizni tayyorlashni boshlaymiz. Suzma, shakar, qaymoq, spushonli moloko, yong'oq va yer yong'oq pastasini solamiz. Qannobista uni va yaproqlardan solamiz. Yashil rang solib yaxshilab mikser qilamiz. Va orasiga surishga qulupneli massamizni tayyorlab olamiz. Kraxmal bilan qaynatib quyultirib olamiz. Qo'rjimizga suramiz. Cheescake'imizni qolipimizga joylab, xolodilnikka yuboramiz. 1 soat morozilkada yaxshilab qotib oladi. Cheescake'ga qolgan qismini xaltachaga solib, videoda ko'rib turganingizdek qazib olib, 3-4 soatga yokida kechasiga xolodilnikda qoldiramiz. Cheescake'imiz yaxshilab qotib olgandan keyin xohishga ko'ra kesib olamiz va dasturxonga tortamiz.